Drabilka olishda o'ylanib turgan akalarimiz, bu changyapti, bu u yoqqa sochib yuboryapti yoki men changga allergiyam bor, qo'ni-qo'shnimga ziyonim yetmasin degan akalarimiz uchun mana bunday sizlarga chang chiqarmaydigan palatka. Mana bu joyida o'ziga drabilkaga shunday og'ziga kirgizib qo'yilgan joyi bor va bu joyda chiqarib turib drabilkada keyin o'tlar mana shu yerdan sekin olaverasiz, zamoga yechiladi. Bu chang chiqarmaydigan palatkamiz, albatta drabilka uchun ancha qulaylik va yangilik. Xo'p, buni har xil rangdagilar bor bizda. Endi rangini qizig'i yo'q. Albatta sifatli qilib, material sifatli qilib, zamoklari sifatli qilib tayyorlangan. Buni ko'ryapsiz mana. Xo'p, bitta drabilkani og'ziga bitta tiqib qo'yiladi. Mana shu holatda bitta tiqib qo'yiladi. Bu tarafdan o't solasiz, shuni ichiga bemalol chiqaveradi va sig'averadi. Endi sizlarga bugungi video obzorimizda chang chiqarmaydigan palatkamiz va mana bunday Like nomli universal drabilkamizda sizlarga to'liq video obzorini qilib beramiz. Bu Like nomli universal drabilkamiz albatta ishlashlari, sifatlari o'zini holat turibdi. Narxlarini ancha aynan hop O'zbekiston xalqi uchun va chorvadolar uchun ancha yengillatib qo'yganmiz. Hop, bu Like nomli universal drabilkamiz narigi chempionlarga nisbatan yonboshlamaydi, faqat tikka holatda ishlaydi. Hop, oyoqlari qalin va balonchalari bor. U yoqdan bu yoqqa yetalab yurgani. Va yangilik qilib setkalarni yonidan almashadigan qilib qo'yganmiz. Setkalari yonidan almashadi. Og'izlari mana bunday dumaloq variantda tayyorlangan. Xohlasangiz mana bunday to'rtburchak variantda ham qilib beramiz. Past o'zgarmaydi, faqat tepasi o'zgaradi. Narxi ham o'zgarmaydi. Xohlasangiz dumaloq, xohlasangiz to'rtburchak holatda bemalol tayyorlab beramiz. Bunimiz Like nomli universal drabilkamiz. Mana hop, setkalari ham yondan almashadi, ham bu tarafda kurchakli qilib tayyorlangan. Bitta mana ichini ochish uchun mana shu kurchak kerak xolos. Bemalol yuklagani ham va ortishga ham oson bo'ladi. Pichoqlari hammasi mahavikli va malatkoyli va kuydirilgan qalin segmentli bo'ladi. Zavodskiy mahavik buni. Quyma ham bas, qalin listdan ham bas. Zavodskiy mahavik, bilasiz, bu zavodskiy mahavikka uncha-munchasi yetmaydi. Keyin bunimizda segmentlar tepasida ham bor va pastda ham bor. Двойной segment bo'ladi. Umuman toshlarda, shlaka bloklarda hammasini chiqarsam umuman to'xtamaydigandan va yamlamasdan yutadigan bo'ladi. Mana bu joylari ham qalindan bo'ladi. Bitta ko'rsatib beray mana sizlarga. Qalinligini ko'ryapsizlar. 7-8 milli 1 sent atrofigacha bo'ladi bunimiz. Har xil bo'ladi. Setkalari ham yondan almashadi. Buni ham aytdim. Va qop ilgani yoki mana bunday chang ketmaydigan palatka ilgani mana shunday chang chiqarmagani o'sha ilgaklari bor o'zida. Mana bunday mana ilib qo'ygani yoki qoplarda ilib boylab qo'ygani. Hop, qop ilgagi bor o'zida. Endi mana buni bitta yopamiz. Bitta yopib turib mana shu holatda bunisiga molbob setkasi, bunisiga palatkamiz bilan qo'ybob setkasi qo'yilgan eng mayin holatda. Hop, siloskallashib beradigan holatda bemalol chiqarib beradi. Bunisi molaydigan holatda va bularga donlar topganmiz. Bunda mana bunday mayda don, makka, bug'doy, arpa hammasini tarixlargacha solasiz. O'shalarda yo'g'irma va kepa holatda chiqarib beraveradi. Hop, bunisida eng mayin holati 1,5 mm setkasi turibdi va keyingisida bunisida makkaning bardaklari yoki makkaning o'zini donlarini, bug'doylarni, arpalarni solsangiz, albatta yo'g'irma holatda chiqarib beradi. Yo'g'irma setkasi qo'yilgan. Endi bu apparatlarimiz hammasi bitta drabilka xarid qilsangiz, mana shu hamma vazifani bajarib beraveradi. Hammasi setkalari bo'ladi. O'ziga mana shunday don uchun zaslonкasi ham bo'ladi. Bemalol bitta drabilka olsangiz, donni ham, yo'g'irma, kepak, o'tlarni ham, molaydigan, qo'yadigan va ho'l o'tlardan bemalol chiqarib beradi. Endi sizga videomiz davomida ishlatib ko'rsatib beramiz. Aynan shu ishlatyapti turgan apparatlarimizga 6,5 kW mislik alyuminlik qo'yilgan. Va menga maxsusan kerak Altemurda shu oldin ishlatgan motorlardan, o'sha zavoddan, premium Xitoydan shartnoma asosida keladigan motorlardan kerak degan akalarimizga albatta ulardan ham tayyorlab beramiz. Ular narxi sal ozgincha bularga nisbatan sal yuqoriroq bo'ladi. Bu Like nomli universal drabilkamiz. Narxlari 6,5 kW alyumin narxi 2,600,000 so'm, 6,5 kW mislining narxi 2,800,000 so'm. Va maxsusan keladigan akalarimizga maxsusi albatta bizda maxsuslarga to'g'risi yozilgan bo'ladi. 3 kW bo'lsa 3 kW, 4 kW bo'lsa 4 kW va misli bo'lsa misli deb aniqi hammasi to'g'ri, konkretni o'zimiz shartnoma asosida keladigan motorlarga yozilgan bo'ladi. Bularimiz 6,5 kW lik. Chiqishi 3 kW chiqadi. 3 kW 3 mega chiqadi.
Endi bularga nisbatan maxsus albatta bahoz bo'ladi. Endi bular ham kambas, ishlashi zo'r. Optikda foydalanib turgan akalarimiz albatta rahmat aytayapti. Endi sizlarga bitta ishlatib ko'rsatib beraman. Endi bunda hozir palatga qo'ymasdan, bunga palatga qo'yilgan holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, bunisida palatga qo'yilmagan holatda qanaqa chiqarishni ko'rasizlar. Nariginda chang chiqarmaydigan palatga qo'yilganda qanaqa holatda chiqarishni bitta ko'rasizlar. Bunisida hozir hashaklarimiz bor, shularni chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana somon. Mana yer yong'oq. Bu mana shu chiqargan natijasi. Sal ozgincha changib ketdi va u yoqqa o'zini shu napori tufayli otib yubordi. Endi mana bunday bitta chang chiqarmaydigan palatga olib qo'ysangiz, albatta sizda drabilka bo'lsa, buni o'zini alohida har qilsangiz ham bo'laveradi. Narxi 300 ming so'm yoki drabilka bilan birga har qilsangiz ham bo'laveradi. Endi sizga shu main holatida hozir bunda tomon bilan yer yong'oq. Endi bunda main setkasi qo'yilgan. Endi hop, bunisida somon, pahol, yer yong'oq, makapoya hammasini chiqarib birma-bir ko'rsatib beramiz. O'zingiz ko'rib, kommentariyada baho berasiz. Albatta, changimasa bitta like bosib qo'yishni unutmaysiz. U yoqqa bu yoqqa sochmaydi, bitta chiqarishni ko'rasiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yer yong'oq qattig'i. Mana somon. Mana makapoya. Endi mana bu pahol bo'ladi. Chiqarishlari, ishlashlari vobshe zo'r. Bu 6,5 kW motor qo'yilgan. Hozir aytgan narxlarindagi apparatimiz. Hozir apparatimizda maxayikli bo'lgan hisobga umuman to'xtashi uncha-munchaga qiyin. Sifati o'zgarmagan, faqat narxlari anchagina yengillangan. Mana ishirib qo'ygan. Mana bu joydan ko'ryapsiz, bu joydan ko'ryapsiz. Drabilkan naporni hisobiga apparatni o'chirdim. Aylanish hisobiga ozgincha o'zi ishirib qo'ygan. To'xtab olsa sekin qaytadi va changi ham anchagina bosilib qoladi. Endi to'xtamasdan oldin vaqtimiz cho'zilyapti. Ozgina changisa ham sizga ko'rsatib beraman. Albatta, umuman changi ham u yoqqa ham bu yoqqa ham chiqarib o'rgani yo'q, urib o'rgani yo'q. Chiqarishlari ham a'lo darajada chiqdi. Natijani bitta sizlar bilan ko'ramiz. Mana shola somon, pahol chiqargan natijasini ko'ryapsiz. Zo'r. Mana makapoya. Makapoyani tani bo'lmaydigan darajada maydalab tashlagan. Pastda somon. Hamma o'tni yamlamasdan yutadigan bu universal drabilkamiz. Like nomli universal drabilkamiz. Chempion ham xuddi mana shunaqa ishlaydi. Umuman tanlamaydi. O'tni ham, donni ham hammasini yamlamasdan yutadiganlar bo'ladi. O'tlarni chiqarib berdim. Bularda hammasiga shlaka blok, hop, g'ish, temir hammasini sop bemalol ishlatib ko'rsatib berganmiz. Uni solish keragi yo'q. Narigi chempion bilan bir xil bo'lgan hisobiga faqat bunda yon boshlamaydi. Shu bitta minusi shu. Bunda yon boshlamaydi. Endi sizlarga bunisida donlarda maydalab ko'rsatib beramiz. Bunisida yorma holatda hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mahkamardak. Kaçlar vaksiz o.
Mana operator don tushishi. Bunday qilsa kam tushadi. Bunday olsa mana bemalol tushib turadi. Yengil donlar. Chiqargan natijasi. Bunimiz Makkani sotasi, mardagi bilan chiqdi. Albatta Makka mardaklari mana shu yorma holatda yetkazib chiqarish tavsiya beraman. Bunda yorma holatda Makkani mardagini, Makkani o'zini, bug'doy, arpa hammasini yorma holatda mana shunday atala qiladigan yoki qo'ylarga butun-butun ana shunaqa sindirib beradigan akalarimiz juda zo'r bo'ladi. Endi bunisi mol qo'ylarni teritiga hop sepib berish uchun yoki sijoslarga aralashtirib berish uchun juda zo'r ideal variant bo'ladi. Eng mayin holatda 1,5 mm setkasida chiqdi. Yopishishini ko'ryapsizlar, chiqqan natijasi juda zo'r chiqdi. Bu Like nomli universal drabilkamizda chiqqan. Narxlarini aytdim. 6,5 kilovatli aynan mana shu hozir ishlatganlarimiz. Alyuminiyligi 2 million 600 ming so'm va misligi 2 million 800 ming so'm. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxlari. Endi bunga maxsus kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, maxsus narxi juda boshqacha bo'ladi. Hop, bu tomonda mana chempionimiz bor. Chempionimizdan so'ragan akalarimizga, chempionlarimizni bularimizni 100 ming qimmat bo'ladi. Alyuminiyligi 2 million 700 ming so'm, misligi 2 million 900 ming so'm bo'ladi. Maxsus ham buni narxi albatta juda boshqacha bo'ladi va motorlari ham bundan-da ko'ra baquvvat, bundan-da ko'ra zo'rlardan bo'ladi. Sizga ham mana shunday chorva sohasiga universal drabilkani 220 voltli chempionni yoki Like'dan bu tarafda 12 tomli apparatimizdan 2 million 300, 2 million 600 ligidan va 1 million 700 ming so'mlik undan tashqari chorva sohasiga yem mishalka deysizmi, makkasi degan va universal drabilkalarda eng kichigi 4 kilovatdan boshlab 22 kilovatgacha bo'ladigan 380 ga ishlaydigan universal drabilka kerak bo'lsa, bemalol bizning Altemir zavodimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli qilib va sifatli qilib tez kunlarda bitirib beramiz. Albatta garantiyalar bilan va bonuslargacha sizga taqdim etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Videomizni shu joygacha ko'rgan akalarimizga hop bitta like bosishni va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.